Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, akalar hamda opalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, ishlar bilan charchashlar yo'qmi deganlar, xush kelibsizlar. Bugungi videoroligimizga bizni vatandoshlarimiz aytdi, mana shu qurilishdan ish chiqaring degan vatandoshlarimiz uchun bugun xudo xolasa qurilishdan bo'ladi ishimiz. Mana bizni videoni, mana shu ishimizni reklama qilgan edik. Vatandoshlarimiz O'zbekistondan kelganlar. Mana hozir men o'zim xabar olgani keldim. Xudo xolasa birgalikda kuzatib borasizlar. Mana shu videoga befarq bo'lmang, like bosib, kommentariyani bosasizlar. Xudo xolasa kimki ishlayman degan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol kelib ishlashlaringiz mumkin. Mana hozir mana shu vatandoshlarimiz ishlayapti. Xudo xolasa hozir so'rab bilamiz, qancha nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Kimdir O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelaman degan vatandoshlarimizni usloviyalari qanday? Mana vatandoshimiz aytib o'tadi. Assalomu alaykum, Navro'z aka. Yaxshimisiz, zo'rmisiz, temisiz, ishlaringiz yaxshimi aka? Charchashlar yo'qmi? Akajon, mana shuni ushla mikrofonni. Qandaysiz aka? Zo'rmisiz, temisiz, ishlar yaxshimi? Qayerdansiz aka siz O'zbekistonda? Men O'zbekiston Xorazm viloyati tumandan. Xorazmlik vatandoshlarimiz kelib ishlayman degan vatandoshlarimiz uchun tavsiya qilasizmi ishni? Nima deysiz ish to'g'risida aka? To'g'risini ayting. Mana shu ish qanday, nima to'g'risini hammasini aytingki, ishtobi ertaga bizning vatandoshlarimiz kelib ishlasa, ishtobi ertaga sizni ko'rishi bor-da shu yerda. To'g'rimi aka? Shuning uchun to'g'risini ayting aka. Assalomu alaykum Alisherni obunachilari. Men ham shu Alisherni videosini ko'rib, shu Alisherni videosi orqali WhatsApp bilan bog'lanib, Torraq bilan shu yerga ishga keldim. Bu yerda qurilish 4-5 etajli domlar, gazobetonu teriladi. Mana bu eskisi, mana bu blokdan eskisidan teriladi. Ham 8 santimetrlik PGP dedi, pazagreben teriladi ekan. Bu qancha ishlashingiz o'zingizga bog'liq, o'zingizni nimangizga bog'liq, lekin kачество talab qilinadi ekan. Kачество talab qilinadi. O'zingizning ishingizga javob bersangiz, hammasi normal bo'ladi. Biz ham hali kelganimizga 1 oy bo'ldi, bir marta ob'yom ildik. Hali dokumentlarimizni qarzimiz bilan hisoblashib nima qildik, lekin baribir uyimizga jicha pul yubordik. Yubormadik emas. Hozircha normalniy. Keyinchalik xudo xolasa nima bo'ladi bilmadim, lekin hozircha normalniy nima qilib turibdi muomalasi ham. Agar aka mana sizlar O'zbekistondan keldilaringiz, kutib olishdimi o'zi? Aeroportdan kutib olishdi. Kelib registratsiya dokumentga pul yordam berdi. Registratsiya patentlarini qilishga yordam qildi. Buni keyin oylikdan qaytarib qoladi. Oylikdan tutib qoladi. O'zingizni hisobingizdan bo'ladi. Yotoq joyi tekin. Vagonda. Shu stroykaning ichida bitovkalar bor. Yangi bitovkalardan berdi. Yangi matraslar ham berdi. Hammasi narsani berdi. Hammasi forma bunaqa narsa beradimi? Yo'q, forma o'zingiz hisobingizdan o'zingiz qilasiz, forma bermadi. Forma bermadi. Ana aka, Navro'z aka qarang. Necha so'm kuniga tushirsa bo'ladi aka? Agar ishlayman, qo'ldan kelaman degan vatandoshlar. Qo'ldan keladigan inson biz 3 tamiz. Mana bu nimadan blokdan kuniga bir 20 kvadratdan ortiqroq shu ishlab turibmiz. 20 kvadrat. Bu kvadratni necha puldan keyin kvadratini bizlar ham 1000 so'mdan berdik. 1000 so'mdan. 1000 rubldan beribdi-da. Bir kunda 20 kvadrat, значит 20 ming rubl bor degan. Sredniy o'rtacha hisobda endi bir kuni sложный joylar bo'lsa sal kamroq. Глухой joylar bo'lsa ko'proq. O'rtacha hisobda endi 20 kvadrat 3 kishiga shunday hisoblab turibmiz endi. Shunda bir ish ob'yom qilib turibmiz. Shunaqa joylar. Tavsiya qilasizmi vatandoshlarimiz kelib ishlasa agar? Tavsiya qilamiz. Har kimning o'ziga bog'liq, lekin bir joyi bor, shu kачество o'zining ishiga javob berishi kerak. Texnozullar har bir narsani shopigachalik gazobetonni shoplarga tekshiradi. Kelay bor 3 mm dan ortiq bo'lmasligi kerak dedi. Armirovkasi 3 qatorda armirovkasi bor. Hammasini tekshirib, hammasini shunaqa qabul qiladi. Mana akalar, opalar, videoni cho'zmaymiz. Agar kimki ishlayman degan vatandoshlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin, kelib ishlashlaringiz mumkin. Faqat qo'lidan kelayotgan vatandoshlar. Keyin ertaga bo'lmasin akalar, kelib turib mana bu yerda ob'yomni qilgandan keyin texnadzor qabul qilmay, bu aldov ekan, bunaqa narsa bo'lmasligi kerak. Qo'lidan kelaman degan vatandoshlar marhamat kelib ishlasa bo'ladi akalar. Ishiga javob beraman degan. To'g'rimi Navro'z aka? To'g'ri. Unda akalar, opalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana Navro'z aka Xorazmdan, agar xorazmlik vatandoshlarimiz ham menga yozgan edi WhatsAppdan, kelib ishlayman desangizlar, bemalol kelib ishlashlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat aytaveramiz. Sog' salomat bo'ling.